Yo'l harakati qoidalariga amal qilish har bir haydovchining nafaqat qonuniy majburiyati, balki insoniy burchi hamdir. Chunki birgina beparvo harakat nafaqat o'zining, balki atrofdagilarning hayotini ham xavf ostiga qo'yishi mumkin. Afsuski, ayrim kimsalar bu mas'uliyatni unutib, ommaviy tadbirlar chog'ida qoidalarga mensimay qaramoqda. Surxondaryo viloyatida to'y marosimi chog'ida ana shunday qoidabuzarlik qilgan shaxsga chora ko'rildi. U avtomashinalar korteji orasida yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzib, atrofdagi haydovchilar va piyodalar hayotiga jiddiy xavf tug'dirgan. Bu ham yetmagandek, o'zining noqonuniy xatti-harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Holatning to'liq tafsilotlari navbatdagi reportajimizda. Bu tomosha qumqo'rg'onlik 26 yoshli yigit uchun qimmatga tushdi. Gap shundaki, fuqaro Cobalt rusumli avtomashinasini Qumqo'rg'on tumani hududidagi to'y marosimida boshqarib borishi davomida yo'l bezorligi, ya'ni boshqa transport vositalarining harakatiga qasddan to'sqinlik qilib, transport vositasini sababsiz sirpantiradi. Guruh bo'lib harakatlanib, o'zim va qolgan haydovchilar va yo'lovchilarni hayotiga xavf soldim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi. Unga nisbatan yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan bayonnoma yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudida ko'rib chiqilib, qaror e'lon qilindi. Unga ko'ra, huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 moddasining 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganda aybdor deb topilib, unga nisbatan 1 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi va bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida, ya'ni 10 million 300 ming so'm jarima jazosi tayinlandi. Qo'llanilgan ushbu chora boshqa haydovchilarni ham hushyorlikka chorlasa ajab emas. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Surxondaryodan.